Raqobatni eplasang qillaring. Aliyanga qani o'yinchilarga o'ynatib yuboribsiz. Endi qarzini berdim, pulini so'rayapti. Oynataman degandimmi? O'ynatdimmi? Mujik сказал, mujik сделал. Endi aksiyani ham, raqobatni ham erkechasi bo'ladi. Keyingi videoda Labo'ning ustiga xo'jayinlarni chiqazib o'ynatinglar. Damas, Labo 2025 shot spravkada bizada 1700 emas, 1800, 15 kun, 20 kun kutiladi emas, tayyor. Boshlanish $1800 to'lab, 3 yilga 3.800 dan, 5 yilga 2.800 dan hamma xarajat ichida bitta pasportga 25 bez probay Cobalt'lar, Midnight, Style, Qoravoq hammasidan bor. Boshlanish $3400 to'lab, oyma-oy 4,5 million so'mdan hamma xarajati ichida. Siz qolayotgan mashina, siz qolayotgan narxi mana shu aksiyaning ichida aniq bor. 2022 full Gentra'mizda boshlanish to'lovi $2,500 bilan, 2021 full $2,000 bilan, 2021 57 ming yurgan full Gentra'mizda $2,400 bilan. Nexia 3 gazlari bilan $1,400 ga. Nexia 3 navorotlar bilan bu ham $1,400 bilan. Monza 23 bor yo'g'i 11 ming kilometr yurgan $2,900 bilan. 2019 Tracker Premier $1,900 bilan. Mani mehnatimga ishlab kelayotgan avtosalonda turib sakramasdan "Ты лучше танцуй, Jimmy!" Studio